Yana bir ajoyib tarona bor. Aynan Hazoras folklor etnografik xalq jamoasidan Navro'zga mos ajoyib bir tarona. Ko'k barak. Aynan Xorazm milliy taomlaridan biri bo'lgan ajoyib bir taronani birgalikda tinglaymiz va o'ylaymizki, ushbu qo'shiq orqali balki bugun uy bekalari ko'k barak pishirishga oshiqadilar, to'g'rimi? Albatta. Marhamat, birgalikda tinglaymiz. Ina niyatlıklar diyarı Hazaras'ta katta Navro'z bayrami bo'layotir. Bir tarafda sumalak, bir tarafda süzma palala vaq vaq vaq, gök somsa, gök barak, ildirmeye karabı bay bay bay. Baharlı taomları, gök somsa gök barakdır, gök somsa gök barakdır. İldirmesinden doyup yemek gerektir, doyup yemek gerektir. Baharlı taomları, gök somsa gök barakdır, gök somsa gök barakdır. İldirmesinden doyup yemek gerektir, doyup yemek gerektir. Gök barak, ildirme yemek gerek. Gök barak, ildirme yemek gerek. Ağzı göke ilişken, şükür eder Hudaya. Ağzı göke ilişken, şükür eder Hudaya. Gökten doyup yegenler, ömrü yeter minyaya. Ömrü yeter minyaya. Gökten doyup yegenler, ömrü yeter minyaya. Ömrü yeter minyaya. Gök barak, ildirme yemek gerek. Gök barak, ildirme yemek gerek. Kadim ata buala, gökne teberrük etken. Kadim ata buala, gökne teberrük etken. Bir kuvvete dolu, 90 yaşa yetken. 90 yaşa yetken. Bir kuvvete dolu, 90 yaşa yetken. 90 yaşa yetken. Gök barak, ildirme yemek gerek. Gök barak, ildirme yemek gerek. Yana bir ajoyib taronani birgalikda tingladik va sizga yana bir bora tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Va aziz yurtdoshlar, aynan Xorazm viloyati Milliy gvardiyasiga qarashli Chavandozlar maktabida mahalliy yosh sportchilarni ushbu sport bilan shug'ullanishlarini mashg'ulotlari o'tkazilmoqda va nafaqat sport bilan shug'ullanish, ot minish, balki otlarga parvarish berish haqida ham ajoyib tavsiyalar berilmoqda. Bizda ot minish sporti bo'yicha ajoyib bir lavha tayyorlangan, uni birgalikda tomosha qilishimiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Hurmatli boshlovchilar, boshlangan kun hammaga xayrli bo'lsin va dasturlaringizga omad tilaymiz deganlar Rahimbergan Masharipov. Albatta. Biz yana qizg'in suhbatlarga kirishamiz va yuqoridagi ajoyib taronalarni bizga taqdim qilgan Hazoras etnografik xalq jamoasi, folklor xalq jamoasining vakillari bor va ushbu vakillar bilan tanishtirib o'tamiz. Ravshanbek Jumaniyozov badiiy rahbarlar ushbu xalq jamoasida va Elyorjon Masharipov ularning yonlarida. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Demak, o'ylaymizki, kayfiyatlar juda yaxshi, chunki aynan xalq jamoalari mana shunday qo'shiqlarni bayramlarda juda ham yaxshi ijro qilishadi, yurtdoshlarimizga ko'tarinki kayfiyat ulashadi. Eng asosiysi tabassum ulashdan charchamaysiz, to'g'rimi? Keling shular xususida to'xtalib o'tsak. Faoliyatingiz haqida gapirib bersangiz yurtdoshlarimizga. Avvalo, assalomu alaykum. Xorazm televideniyasining, Assalom Xorazm televideniyasining muxlislari. Biz shu Xorazm viloyatining Hazoras tumanida Hazoras folklor etnografik jamoasi tashkil qilganmiz. 12-yilda tashkil qildik. 16-yilda 2012-yilda tashkil qilganmiz. 2016-yilda xalq ansambli unvoniga ega bo'ldik. Juda yaxshi. Shu ijod qilib kelyapmiz, yangi narsalar yaratishga harakat qilyapmiz. O'zimiz she'r yozamiz, o'zimiz muzika bastalaymiz. Bu
muzika bastalab aranjirovka qiladi. Men o'zim she'rdan sal yana havotim bor. Shoirlikka da'vogarchiligim yo'q, lekin folklor xalq og'zaki ijodlardan ijod qilib yozib tashkil qilaman. Yaqinda Navro'z bayramiga tayyorlagan qo'shiqlarimizni endi o'zimiz tuman ko'rib qolmasin deb, Xorazm viloyati ko'rsin deb tashkil buyurdik-da. Ha, demak, ushbu qo'shiqlar hali yangi. Yangi qo'shiqlar. Primera desak ham bo'ladi. Primera desak ham bo'ladi. Yangi yaratilgan qo'shiqlar. Tanqachoy, qovun kes qovunimiz bor. Qovun kes degan qo'shig'imiz bor. Yaqinda aytgan barak, ko'kbarak qo'shiqlar yangi yaratildi-da shular. O'zi qo'shiqlaringizni tinglagan odamning ishtahasi ochilar ekan-da, to'g'ri. Navro'z degan emas, sumalak degan qo'shig'imiz bor edi. U endi vaqt yetsa aytarmiz, vaqt yetmasa albatta. Keyingi dasturlarda bor. Hozir ijodni muxlislarga taqdim qilamiz degan niyatdamiz. Juda ham ajoyib. Mana shu mavzulardagi qo'shiqlar baribir odam tinglagan paytda yuzlariga tabassum yuguradi va kayfiyatlar ko'tariladi. Aynan yurtdoshlarimiz tomonidan qanday qabul qilinmoqda mana shunday ijrolar? Juda chiroyli bo'ldi. Shu yaratgan qo'shiqlarimiz nafaqat o'zimizni yurtdoshlarimiz, balki chetdan kelgan turistlar ham, sayohatchilar ham mana shu qo'shiqlarimizni eshitib shu o'yinga tushib ketdilar. Yuqorida ta'kidladingiz, sayyohlar ham qiziqish bildiradi deb. Qanaqadir bir konsertlar uyushtirib turasizlarmi sayyohlarimiz uchun ham? Albatta. Shular haqida ham batafsil aytib Konsertlar bersangiz. uyushtirib turamiz. Yaqinda Samarqand viloyatiga borib, tumanlarda konsert qo'ydik. Qo'shiqlarni hamma tumanga bordik desak ham bo'ladi. Yaxshi kutib oldilar qo'shiqlarimizni. Iloji bo'lsa so'zlarni yozib berib ketinglar. Bizlar ham aytaylik deb Namangan, Navoiy viloyatlardagilar yozib olib qoldi. O'zimizning yangi qo'shiqlarimiz bizlar ham aytamiz deb. Xorazmning san'atiga qiziqmaydigan xalq bo'lmasa kerak. Albatta. Butun dunyo qiziqadi bu san'atga. Baribir o'zbek san'atining Xorazm yo'nalishi bu o'zga olam. Katta bir olamni hamma yurtdoshlarimizga, balki chet ellik mehmonlarimizga ham tanitayotganingiz uchun sizga rahmatlarimizni izhor qilamiz va sayohatlar ham bo'lib turadimi? Chet ellarga borib ushbu taronalarni, xalqimiz qo'shiqlarini ularga taqdim qilib, shu orqali turizmni rivojlantirish bo'yicha ham bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Sizda qanday kechyapti ushbu? Endi tayyorgarlik ko'rib turibmiz. Xudo xolasa niyatimiz bor. Rejalarda bor. Hozirlikcha viloyatlarga chiqib konsert qo'yib turibmiz. Xivada o'zimizning, Buxoroda yaqinda 3-4 ta odamimiz yordik, tashrif bo'layotgan ekan. Folklor ansambl jamoasining ishtirokchilarini turistlarga xizmat qilib turibmiz o'zimiz. Endi chet elga chiqish ham niyatimiz bor. Rejalarda Xudo bor. xolasa. Juda ham yaxshi. Baribir chet elliklar, sayyohlar aynan ushbu qo'shiqlarni tinglab, bularning qo'shig'i shunaqangi chiroyli bo'lsa, bularning vatani qanday bo'lar ekan, O'zbekistonga bir borishimiz kerak degan ahdlarni o'z oldilariga qo'yadilar va mana shunday ijrolar uchun sizga rahmat. Tashakkur. Yana dasturimiz davomida hali ajoyib taronalarni birgalikda tinglaymiz va jamoada o'zi necha kishi? Jamoada 22-23 ta kishi bor. 23 kishi. 23 kishi bor. Hozir demak yarmiga. Yarmi kelgan, yarmi tashrifga yubordik. Aytibman, Buxoroda tashrif bo'ladi, u yoqqa ketdi. Hazaras o'zidan tadbirlar bor, 2-3 tadbir, shunga qoldilar. Endi bizlarda keksalar ham bor edi, momo, bobolar bor-da, qariyalar 77 yoshdan 70 yoshgacha qatnashadi bizlarda. Madaniyat bo'limiga kelib qatnashadi, ansamblimizga Farhod aka boshchiligida tashkil qilganmiz. Endi shu davom ettirib ketyapmiz, xudo xolasa keyingi dasturlarda olib kelamiz. Juda yaxshi. Ravshanbek aka, aynan sizga eng omadli bo'lgan qo'shiq qaysi? Nima deb o'ylaysiz? Hammaga yoqadigan, hamma birdek qabul qilgan va albatta sizning jamoaga omad olib kelgan, zafar olib kelgan qo'shiq qaysi biri deb o'ylaysiz? Shu omad olib kelgan kas degan qo'shig'imiz bo'lsa kerak. Shu ko'p yerda taklif qilib so'zlarni ham oldilar, o'zlari ham aytib o'tdi boshqa tumanlar ham bizlarda. Demak, u ham bayram bilan bog'liq qo'shiq. Va ayni kunlarda folklor jamoalar juda ham ko'p. Kuzatamiz, ko'ramiz va aynan sizning yo'nalishingizda ijro qiladigan jamoa o'zi sizning yo'nalishingiz nimalar bilan ajralib turadi deb o'ylaysiz? Boshqa guruhlar bilan farqi nimada deb o'ylaysiz? Farqi shu, bizlarda ko'rgan narsamizga qo'shib yaratishga harakat qilamiz-da. Xalq ijodi. Endi shuni aytib o'tayim. Samarqand viloyatiga borganimda Shermat degan shogirdimiz bor, folklor ansamblida chiqdi, baraka aytgan. Shu bilan ikkalamiz tashqariga chiqib turibmiz, konsert boshlagan bo'ladi. Bittasi kumon ko'tarib chiqdi, bizlarda kumon dedi. Shermatga aytdim, Shermat shu narsaga bir qo'shiq yaratishimiz kerak dedim-da. O'zi bizlarda kumon unchalik ishlatilmaydi, tanka ishlatiladi dedi, tanka. Men aytdim, tankani yarataman, tanka choy qo'shig'ini yarataman aytdim. O'zi bir so'z aytib berdi u.
Kazak'tan geldin deb söz aytdı da. Yurta geldin Kazak'tan, çay kaynatayım Sazak'tan deb söz aytıp berdi. Keldim de sırası şu sözünü bağlap Tankaçay koşugunu yarattık da. So'zlarni qoradik. Sözlerden şu körüp yüremiz de kensiyette halk arasında mesela tarqalgan so'zlar bor, tarqalgan so'zlar bor. Shulardan iloji bo'lsa xalqqa tez yetib boradi. Shulardan yozishga, ijod qilishga harakat Keling qilamiz. Ravshan aka, shu o'rinda biz jamoa ishtirokchilariga hozirlik ko'rishlarini aytib qolamiz, chunki Tanqachoy qo'shig'ini issig'ida birgalikda tinglasak, ana undan keyin bizda lavha bor, birgalikda tomosha qilishimiz mumkin bo'ladi. Hozir juda ham sevinib aytib beryapsiz ushbu daqiqalarning yaralishini. Biz shu o'rinda bu qo'shiqni eshitmasak, tinglamasak bo'lmaydi. To'g'rimi, Mehrinsa? Albatta to'g'ri aytasiz va biz dasturimizni davom ettiramiz Albatta. va milliylikdan chetga chiqmagan holda dasturimizni davom ettirsak va quroqchilik mavzusida hozir bizda ajoyib bitta lavha bor. Taronadan keyin ushbu Albatta. lavhaga navbatni beramiz. Hozir esa biz chiroyli ijrodan birgalikda Albatta, bahramand marhamat. bo'lamiz. Marhamat, birgalikda tinglaymiz aziz yurtdoshlar, kayfiyatlarni ko'tarib oling. Jura 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 vay maşini var gırza vay Jura 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 vay maşini var gırza vay Tankaçay mazasına gelgendir sana kayna kay Tankaçay mazasına gelgendir sana kayna kay Talkada hiç şahin mi? Mülcelle salcayın mı? Talkada hiç şahin mi? Mülcelle salcayın mı? Çay içmeye gel de hep gel emme daim mi? Çay içmeye gel de hep gel emme daim mi? Cura 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 vay maşini var girza vay Cura 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 vay maşini var girza vay Tankaçay mazasına gel yandır sana kayna kay Tankaçay mazasına gel yandır sana kayna kay Yorta geldi Kazak'ta çay kaynatıyor Sazak'ta Yorta geldi Kazak'ta çay kaynatıyor Sazak'ta Çay köpüstan macura içever az azraktan Çay köpüstan macura içever az azraktan Cura 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 vay maşini var gürza vay Cura 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 vay maşini var gürza vay Tankaçay mazasına gelgendir sana kayna kay Tankaçay mazasına gelgendir sana kayna kay Nerdenle bilsek çayını göresek gündüz aynı Nerdenle bilsek çayını göresek gündüz aynı Teline sır yürü ya da tesen hudayını Teline sır yürü ya da tesen hudayını Cura 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 vay maşini var girza vay Cura 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 vay maşini var girza vay Tankaçay mazasına gelgendir sana kayna kay Tankaçay mazasına gelgendir sana kayna kay Juda ham ajoyib ijro bo'ldi va choydan biz ham tatib ko'rdik. Kes 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 kesever kavunlu bulsam akta valayı Kes kesever kavunlu bulsam akta valayı Mazalı
keske sever kavunni. Böğrü kelle surxanı, gül ve kavunni xanı. Böğrü kelle surxanı, gül ve kavunni xanı. Anlavatın mazıdır, karı kızına gepiyor. Anlavatın mazıdır, karı kızına gepiyor. Kes 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 kes, keske sever kavunni, bulsamakta valayır. Keske sever kavunni, bulsamakta valayır. Mazalım olmaganda alar medi hayır. Mazalım olmaganda alar medi hayır. Kes 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 kes. Juda ham ajoyib ijro bo'ldi. Hozir Albatta. o'yladik, qonun kesib tashlaysizlarmi rostdan? Shunaqa ajoyib taronalar uchun yana bir bora sizga rahmat. Ana endi Ravshan aka biz suhbatimizni davom ettiramiz va jamoa ijodkorlariga biz vaqtinchalik dam beramiz, kadr ortiga kuzatib qolamiz. Rahmat, juda ham ajoyib ijro bo'ldi, to'g'risi. Tinglagan payti bevosita Kayfiyat tabassum bag'ishlaydi. qiladigan, albatta, kayfiyatlarni ko'taradigan tarona. O'zi qovun haqida juda ham ko'p jumlalar bor, bilasizmi? Biz mehmondorchilikka yoki to'yga borgan paytimizda stolda noz-ne'matlar juda ham bisyor bo'ladi. Agar qovun turadigan bo'lsa, mazali bo'lsa, hech kimga aytmasdan yeydigan odamlar bor. Agar sal bemazaroq bo'ladigan bo'lsa, qovundan yemaysanmi deb qo'yishadi, to'g'rimi? Hozir qo'shiq ichida ushbu so'zlarni ham aniq bir qismini tingladik. Kavunun xalqdagi ijodini alamiz dedik-ku bizlar. Folklor bo'lgandan keyin shu aralıkta so'zlardan olib bilamiz da. Biz bunga yana bir bor amin bo'ldik. Kavun alsangiz masalan, al bu kavunni deydi, mazali bu dedi. Ah mazasiz chiqsa nima qilaman deydi, nishatamiz qarab aytganda. Mollari bilasa mollar yer deydi. Mazalisin bollar yer, mazasizin mollar yer deydi. Shu so'zlarni qo'shib, baribir ham xaridor foydadan qoladi. Demak, zarar ko'p edi. Puling o'zing bilan ketadi dedi shu gap. Bu juda ham yaxshi va aynan ushbu she'rlarni yuqorida o'zim yozaman, yozishni bilaman dedingiz. Qofiyasiga qaraysizmi she'rlarni yoki xalq og'zaki ijodiga ko'proq ahamiyat berasiz? Qaysi jihat siz uchun ustunlik qiladi? Aynan she'r yozayotgan paytingizda. Ko'pincha shoirchilikka, duogarchiligim yo'q dedim, lekin Albatta, aytib o'tdingiz. mening otam shoirda, kitoblar chiqqan, Sodullah Jumani yozib, amakim bor Shokirbek Jumani yozib. Shular she'r yozadi, kitoblar chiqqan, katta shoir desam bo'ladi, taniqli. Yaqinda Navro'z ayyomida men otam 90 yoshga kiradi. Bu yil 90 yillik yubiley bo'ladi deb turibmiz. Shoirlar bordi, Erpolat degan, Ro'zim Hasan, keyin O'ktam Davletovlar bordi, yaqinda o'tirdik. Bezim desek ham bo'ladi endi shoirlar o'tirishi. Meni taklif qilib qoldi atis. Otam chaqirdi, shu shoirlar kelyapti, keldi-da, bordim, o'tirdim. Qo'shiqlarni aytib berdim, o'zlarining yozgan qo'shiqlari bor-da, otamning amakining yozgan she'rlar, shulardan aytdik. Zapis qilib oldi shoirlar. Yozib olindi. Ularning o'tirishmasi endi bezminda o'tirsangiz bir boshqacha-da. Boshqa olamga tushib qolgandek. Boshqa holatga ko'p narsalar o'rgandim-da ulardan. Masalan, ko'p narsalar o'rgandim degan. Qadimiy tarixiy so'zlar bor, aytdilar. Xalq og'zaki ijodidan kelib chiqib, aynan Xorazm Shivasidagi tarixiy so'zlar. So'zlarni masalan eshitib o'rganib qoldim. Endi shu baribir ilhom boshlaydi. Men ko'pincha o'tiraman shu shoirlar bilan o'tirgandan keyin o'zim ham yoshligimda qiziqqanman shoirchilikka. Lekin endi qilmaganmiz-da. Endi folklorga, ansamblga badiiy rahbar bo'lgandan keyin shu narsalar Bevosita majbursiz she'rlar majbur yozishga. yozishga majburmiz-da. Xalq orasida yuramiz, yoqimli so'zlar bo'ladi, maqollar, naqllar yozib yuraman. Endi baribir Ravshan aka bilasizmi, qaysidir shoirga, ijodkorga mana shu mavzuda masalan hozir qovun kes degan mavzuda she'r yozib bering desangiz, ko'ngildagidek qila olmasligi mumkin. Baribir siz she'r yozayotgan paytda biz aminmizki, bitta o'zingiz o'tirib yozmaysiz yoki yozsangiz ham yozib bo'lgandan keyin jamoadagi yigitlarga, qizlarga o'qib eshittirasiz. Qani eshitib ko'ringlar, qayeri qanaqa bo'lgan yoki o'zgartirish baribir bir kalladan ikki kalla yaxshi degan fikrlar bor, to'g'rimi? Maslahatlashamiz, shu ansambl jamoadagilar bilan maslahatlashib, xalq so'zlarini olamizda, maslahatlashib, endi aytganingizni biz kuyga yozamiz-da biz. Qo'shiq qilib yozib, Avval kuy yaraladi. Oson kechadi-da, ish jarayonida kuy chalib turib, shunga yozsangiz boshqacha. Endi shoirlar yozadi, yaxshi so'zlar bilan yoziladi, ularning so'zlarini biz folklorga
tushirishga qiynalamiz-da to'g'risi. Biz o'zimiz xalqimizdagi ijoddan narsa oson kechadi bizga. Juda yaxshi. Ravshanbek aka, 2012-yilda tashkil topilgan ushbu guruh dedingiz va shu yildan beri jamoalaringizga a'zolar qabul qilish jarayoni bo'lganmi hech? Bo'lib turibdi haligacha, masalan, keladi, yangilanadi. Endi keksa aytdimki, keksalarim bor. 7 yoshdan 70 yoshgacha dedingiz. 7 yoshdan 70 yoshgacha bor bizda. Ro'zmat bobo bor. 70dan o'tgan. Haligacha o'ynaydi. Raqqosda. Raqqos o'ynaydi. Lazgi konkursida birinchi o'rin olgan, shu vaqt televideniyada qatnashib. Boltabek Obama bor, bizda qatnashadi. Malika opalar bor, boshqa keksalar bor, qatnashadi. Endi tadbirlarga olib keladi. Ertalab uyg'otish kerak, ko'ngil bo'lmadi, dam oldilarda ro'zachilik izi. O'zlarimiz kelaverdik. Keyingi safarda xolos olib kelamiz. Baribir yuqorida mutaxassisimiz, shifokorimiz ham aytib o'tdilar va biz ham lavha taqdim qildik. Aynan yoshi ulug'larimiz ham borgani 70 yosh, 80 yosh bo'ladi. Agar harakatdan to'xtashmasa, doimiy harakatda bo'lish o'zlarini, masalan, sayrga chiqishadimi, yugurishadimi yoki sport bilan shug'ullanishadimi, ular yosh jihatdan yoshlari ulug' bo'lishi mumkin, lekin biologik jihatdan ular hali yosh bo'lishadi. Yosh bo'lib qoladi. Juda yaxshi. Ko'ngil ko'tarib yurgan yoshlar bo'ladi. Ajoyib ijrolar uchun, bugungi ishtirok uchun, yaxshi kayfiyat uchun sizga va jamoadagi hamma ishtirokchilarga biz samimiy rahmatlarimizni aytib o'tamiz. Chunki dasturlarimizda ishtirok qilib, uzoq masofalarni pisand bilmasdan Hazoras elidan tashrif buyurdingiz va mana shunday go'zal ijrolarni yurtdoshlarimizga taqdim qildingiz. Kelajakda muvaffaqiyatlar, zafarlar tilab qolamiz va yana yangiliklar bilan sizni dasturimizda kutib qolamiz. Tashakkur, tashrifingiz uchun Ana endi mamnun bo'ldik. biz finaldagi qo'shiqqa hozirlik ko'rishingizga navbat beramiz va hozirlik ko'rishingiz, tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ungacha esa biz Mehrinso yurtdoshlarimiz bilan, tomoshabinlarimiz bilan xayrlashib olsak bo'ladi. Yana bir bora aziz yurtdoshlar, bizga ajratgan vaqtingiz uchun va o'ylaymizki, mehringiz uchun sizga tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Har bir o'tayotgan daqiqamiz, soniyamiz bu allaqachon tarixga aylanmoqda. Demak, tarixiy onlarni go'zal daqiqalar bilan boyitishingizni sizga tavsiya qilamiz. Xayrli kun dasturining barcha ijodiy jamoasi nomidan kuningiz xayrli va barakali bo'lishini tilab qolamiz. Albatta, qadrli yurtdoshlarimiz, biz jamoamiz bilan har doim sizlarga eng yaxshilarini ilinamiz. Keyingi dasturgacha salomat bo'ling. Albatta, dasturimiz so'ngida esa Hazoras va folklor etnografik xalq jamoasidan go'zal bir taronani birgalikda